Mana Redmi 14, Redmi 14 zo'r kim aytayotdi? Mana 3 marta zaryadga qo'yib uxlab qolgan ekan mana shu ahvolda. Yo'q, bo'lmaydi. Keling, undan ko'ra men sizga Xiaomi ni bitta zo'r modelini ko'rsataman. Ham arzon va aqlli model sizga aniq yoqadi. Videoga hozir like bosib qo'ying. Undan tashqari bitta zo'r sovg'asi ham bor. Poco C71 Xiaomi kompaniyasining 2025-yildagi budjetli modellarining orasida ham chiroyli va kuchli smartfoni. Poco kompaniyasi bu smartfon uchun odatdagidan sal kattaroq 608 dyumli 120 Hz ekran o'rnatdi va ikki xil xotirada ishlab chiqarildi. 64 GB va 128 GB xotiralari mavjud. 5200 mAh akkumulyator va 15 vatli tezkor quvvatlash. Budjetli model uchun unchalik yomon emas. Smartfonning 32 megapiksellik kamerasi siz o'ylaganingizdan anchagina tiniqroq rasmga oladi va albatta 8 yadrli kuchli protsessor. Smartfonning narxi atigi 1 250 ming so'm. Yana kamiga bitta smartfon xarid qilsangiz, sizga bitta sovg'a qo'shib beriladi. Undan tashqari, Ramazon oyining oxirigacha do'konimizdan har qanaqa telefon xarid qilsangiz, bitta telefonga bitta sovg'a hadya qilamiz.